Tasavvur qil, bir bola bor edi. U chempion bo'lish uchun tug'ilgandek edi, ammo chempion bo'lib ulgurmadi. Nega? Chunki uning raqibi gilamda emas edi. Raqibi yo'l puli edi. Raqibi eskirgan krossovka edi. Raqibi uydagi bo'sh qozon edi. U ertalab hammadan oldin zalga kelardi. Gilam hididan kuch olar edi. Ter bilan orzusini sug'orar edi. Ko'zida olov bor edi. Cho'ntagida esa sukut. Kimdir mashg'ulotni tashlab bozorga chiqdi. Kimdir otasiga yordam berish uchun sportni tark etdi. Kimdir yana bir oy chidash dedi va qaytib kelmadi. Eng achinarlisi, ular yomon bo'lgani uchun ketmadi, ular dangasa bo'lgani uchun ketmadi. Ular shunchaki imkoniyatsiz edi. Bugun kimdir oktagonda qo'lini ko'taryapti, kimdir madhiyaga tik turib yig'layapti. Ammo minglab iste'dodlar nomsiz yo'qoldi. Chunki Alloh hammaga bir xil taqdir nasib etmaydi. Ba'zan eng katta mag'lubiyat musobaqada emas, hayotda bo'ladi. Raqib sportchi emas, raqib befarqlik, qashshoqlik, yolg'izlik. Ular ketdi, ammo ularning ichida chempion o'lmadi. U faqat jim qoldi. Agar sen bugun mashq qilayotgan bo'lsang, minnatdor bo'l. Agar yoningda senga ishonadigan murabbiying bo'lsa, mahkam tut. Agar sharoiting bo'lsa, kimningdir armonini davom ettiryapsan. Chunki hamma chempionlar medal ko'tarmaydi. Ba'zilar sukut ko'taradi, og'riq ko'taradi, sabr ko'taradi va eng alam qiladigani, ular tarix yozmaydi, ularni faqat vijdon eslaydi.